Diqqat! Bugun Toshkentda 2000 ga yaqin bog'cha bolalari haqida afsuski yomon xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum. Ushbu xabardan farzandi bog'chaga borayotgan barcha O'zbekiston fuqarolari darhol ogoh bo'lishlari uchun maksimal darajada like tugmasini bosib ushbu xabarni tarqating. Toshkent viloyatida 2000 nafarga yaqin bog'cha bolasi ovqatdan zaharlangani ma'lum bo'ldi. Oqqo'rg'on tumanidagi bog'chalarning 413 nafar tarbiyalanuvchisi ovqatdan zaharlanishdan shikoyat qilib shifoxonaga murojaat qilgan bo'lsa, Bo'ka tumanida bu ko'rsatkich 537 nafarni tashkil qilgan. 430 nafar piskentlik bola og'riqdan aziyat chekib shifoxonaga murojaat qilgan bo'lsa, Quyichirchiq tumanidan 64 nafar, Bekobod tumanidan 98 nafar, Olmaliq shahridan 285 nafar hamda Nurafshon shahridan 113 nafar bola tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan deyilgan xabarda. Do'stlar, ushbu xabar ostida maksimal darajada like tugmasini bosib ko'paytiringlar. Ushbu xabardan farzandi bog'chaga borayotgan O'zbekiston fuqarolari darhol ogoh bo'lishlari shart.